Bugun men barcha pensionerlarga tegishli bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya to'lovlari, hujjatlar, qayta hisoblash bank kartasi, yashash joyi o'zgarishi va davlat organlariga o'z vaqtida xabar berish bilan bog'liq talablar. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish ayrim hollarda pensiya kechikishiga, noto'g'ri hisob-kitobga yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men bugun hammasini oddiy tilda birma-bir tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki yaqin qarindoshingiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki gap faqat pul haqida emas, odamning o'z haqini vaqtida va to'liq olish haqida ketmoqda. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvallar ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasida bitta oddiy qoida bilan yashardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa har oy keladi, tamom. Odamlar ko'pincha hujjatlarni yangilash, ish staji bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berish, bank kartasi muddati, yashash joyi, chet elga chiqish. Ishlash holati yoki oilaviy ahvol o'zgarishi haqida alohida o'ylamasdi. Ba'zi masalalarni mahalla pochta yoki tegishli idora o'zi bilib oladi deb hisoblashardi. Lekin hozir tizim ancha raqamlashtirilgan. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Ko'p to'lovlar bank kartalari orqali amalga oshirilmoqda, arizalar elektron shaklda ko'rib chiqilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, navbatlar kamayadi. Ma'lumot tez tekshiriladi. Pensiya tayinlash jarayoni aniqroq bo'ladi. Ammo boshqa tomoni ham bor. Agar ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, hujjat yetishmasa, bank rekvizitlari noto'g'ri bo'lsa yoki pensioner o'zgarish haqida xabar bermasa, muammo tez ko'rinadi va to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchratadigan holat shuki, odam pensiyasi kam chiqayotganini yillar o'tib bilib qoladi. Masalan, bir kishining 1970 yildan 1992 yilgacha ishlagan davri arxiv hujjatida noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. Yoki ayol kishi farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar pensiya hisobiga kiritilmaganini bilmay yuradi. Yana bir holatda pensioner bank kartasining muddati tugagan, lekin u yangi kartani rasmiylashtirmagan. Natijada to'lov qaytgan yoki kechikkan. Bunday muammolar katta ko'rinmasligi mumkin, lekin oyma-oy hisoblaganda odam ancha mablag'dan qolib ketadi. Shuning uchun bugungi asosiy fikrim shunday. Pensiya tayinlanganidan keyin ham pensioner o'z huquqlarini kuzatib borishi, hujjatlarni tartibda saqlashi va o'zgarishlar bo'lsa, tegishli tashkilotlarga xabar berishi kerak. Bu faqat yangi pensiyaga chiqayotganlar uchun emas, allaqachon pensiya olayotgan barcha fuqarolar uchun ham muhim. Birinchi navbatda har bir pensioner o'z pensiyasi qanday asosda hisoblanganini bilishi kerak. Pensiya miqdori odatda ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozli davrlar, ustamalar va qonunda belgilangan boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik menga shuncha chiqdi, demak shuncha ekan deb qo'ya qoladi. Men esa bunday yondashuvni to'g'ri deb hisoblamayman. Chunki ba'zan xatolik insoniy beparvoligi emas, hujjat yetishmasligi, arxivdagi noaniqlik yoki ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik sababli yuzaga keladi. Masalan, bir pensioner 30 yil ishlagan, lekin tizimda 24 yil staj ko'ringan bo'lishi mumkin. Sababi zavod yopilgan, arxiv boshqa joyga o'tgan, mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmay qolgan yoki familiya o'zgargan. Agar odam qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi olib borsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani har bir holatda pensiya albatta oshadi degani emas, lekin tekshirtirishga arziydi. Chunki stajdagi bir necha yil farq ham ayrim hollarda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi muhim masala, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu juda tabiiy holat. Chunki hayot xarajatlari ko'paygan, ko'pchilik tajribali mutaxassislar ishini davom ettiradi. Lekin ishlash holati, mehnat shartnomasi, daromad va tegishli ma'lumotlar rasmiy tizimlarda aks etishi kerak. Agar pensioner norasmiy ishlasa, bu boshqa masalani keltirib chiqarishi mumkin. Ish staji qo'shilmaydi. Daromad bo'yicha huquqiy himoya bo'lmaydi. Keyinchalik qayta hisoblashda muammo chiqadi. Men doim aytaman, agar ishlayotgan bo'lsangiz, imkon qadar rasmiy ishlang shartnoma saqlang. Ish beruvchi siz uchun tegishli to'lov va hisobotlarni topshirayotganini tekshirib turing. Uchinchi masala, bank kartasi va to'lov usuli. Hozir ko'p pensionerlar pensiyani plastik karta orqali oladi. Bu qulay, lekin karta muddati, karta bloklanishi, bankdagi rekvizitlar,
telefon raqamiga ulangan xizmatlar masalasi nazoratda bo'lishi kerak. Oddiy misol, pensionerning kartasi iyun oyida tugaydi, lekin u buni sezmaydi. İyul oyida pensiya tushmaydi yoki bank amaliyotida muammo bo'ladi. Odam darrov pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa masala kartada bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartaning amal qilish muddatini oldindan ko'rib qo'ying. Bankka borib yangi karta oling. Pensiya tushadigan hisob raqam o'zgargan bo'lsa, tegishli joyga xabar bering. 4-masala yashash joyi o'zgarsa. Pensioner boshqa tuman, viloyat yoki shaharga ko'chib o'tsa, bu holatni rasmiylashtirish zarur. Ba'zi odamlar men faqat o'g'limnikida vaqtincha yashayapman deydi. Lekin agar doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pensiya ishida ham ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Ayniqsa to'lov naqd shaklda oladiganlar yoki muayyan hududiy bo'lim orqali xizmat ko'rsatiladiganlar uchun bu juda muhim. Ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda tekshiruv boshlanishi, hujjatlar talab qilinishi yoki vaqtinchalik kechikish bo'lishi mumkin. 5-masala chet elga chiqish va uzoq muddat bo'lmaslik. Bugun ko'plab oilalarda farzandlar chet elda yashaydi. Ota-onalar ularnikiga bir necha oyga borib keladi. Bunday holatda pensioner pensiya to'loviga ta'sir qiladigan qoidalarni oldindan bilishi kerak. Men bu yerda har bir davlat bo'yicha alohida qoidani sanab o'tmayman. Lekin umumiy prinsip shuki, uzoq muddat boshqa joyda yashash, doimiy yashash uchun ketish yoki fuqarolik va yashash maqomi bilan bog'liq o'zgarishlar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun safar oldidan pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki vakolatli tashkilotga murojaat qilib, o'z holatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. Endi kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchisi, pensiyasi juda kam chiqayotganlar. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz kulganidan past bo'lsa, hujjatlaringizni qayta tekshirtiring. Ikkinchisi, mehnat daftarchasida eski korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, maktab, shifoxona yoki boshqa idoralarda ishlagan yozuvlari borlar. Eski yozuvlar ba'zan tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Uchinchisi, familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Ayniqsa nikohdan keyin familiya almashtirgan ayollar. 4-si, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya olayotganlar. Bu turdagi pensiyalarda shartlar ko'proq bo'ladi. Shuning uchun hujjatlar yanada muhim. Misol keltiraman. Bir ayol 22 yoshda pensiyaga chiqqan, 3 nafar farzand tarbiyalagan, 25 yil maktabda ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning faqat 20 yil staji ko'ringan. Sababi, bir maktabda ishlagan 4 yillik davr bo'yicha buyruq nusxasi arxividan topilmagan. Keyin u tuman xalq ta'limi arxivi sobiq ish joyi va mehnat daftarchasi asosida qo'shimcha ma'lumotnoma yig'di. Natijada pensiya ishi qayta ko'rib chiqildi. Bunday misolda odamning har oylik pensiyasi ozgina oshsa ham 1 yil davomida bu sezilarli pulga aylanadi. Yana bir misol. Erkak kishi 32 yoshda pensiyaga chiqqan. Lekin pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib ishlagan. U ish beruvchi hammasini rasmiy qilyapti deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'lishicha, u bilan shartnoma tuzilmagan, ish haqi qo'lga berilgan. Natijada bu davr keyingi hisob-kitoblarda tasdiqlanmay qolgan. Agar shartnoma bo'lganida, ish beruvchi to'lovlarni rasmiy yuritganida hujjat sifatida asos bo'lardi. Mana shuning uchun pensioner ham o'z mehnatini hujjat bilan himoya qilishi kerak. Yana bir ko'p uchraydigan holat, odam bank kartasini boshqa qarindoshiga berib qo'yadi. PIN kodni aytadi. Keyin pul yechib olingani yoki noto'g'ri sarflangani bo'yicha nizo chiqadi. Men buni juda xavfli deb bilaman. Pensiya kartasi shaxsiy moliyaviy vosita. Agar pensioner yoshi yoki sog'ligi sababli bankka bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish yo'li bor. Og'zaki kelishuv keyin muammo keltiradi. Ishonchnoma notarial tartibda yoki qonunda belgilangan boshqa tartibda rasmiylashtirilsa huquqlar aniq bo'ladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya qayta hisoblanishi har doim avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ayrim ma'lumotlar tizimga avtomatik tushadi, lekin eski arxiv hujjatlari, qo'shimcha staj, ayrim imtiyozlar yoki shaxsiy holatlar bo'yicha odamning o'zi ariza berishi kerak bo'ladigan vaziyatlar bor. Shuning uchun davlat o'zi biladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hujjatdagi bitta harf ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda ism Muhammad deb yozilgan, mehnat daftarchasida esa Mamat
yoki Muhammad shaklida bo'lishi mumkin. Yoki familiya eski yozuvda boshqacha berilgan bo'ladi. Bunday holatda idora xodimi hujjatni darhol qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu xodimning injiqligi emas, hujjat kimga tegishli ekanini aniq isbotlash talabi. Bunday paytda nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, ism familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi yoki sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan odam bilmagan holda ortiqcha pensiya olishi mumkin. Masalan, biror holat o'zgargan, lekin u xabar bermagan. Tizim keyin buni aniqlasa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu pensioner uchun og'ir bo'ladi, chunki u pulni allaqachon yashash xarajatlariga ishlatgan bo'ladi. Shuning uchun men doimo shuni ta'kidlayman. Pensiya olishga ta'sir qiladigan har qanday muhim o'zgarishni yashirmang. Bu keyinchalik yanada katta muammoga aylanishi mumkin. 4-chi nozik jihat, nogironlik bilan bog'liq pensiya va nafaqalarda tibbiy ko'rik, muddat, guruh o'zgarishi kabi masalalar bor. Agar nogironlik muddati tugasa yoki qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, bu sanani oldindan biling. 1 oy kechiksangiz ham to'lovda uzilish yuzaga kelishi mumkin. Tibbiy hujjatlar, komissiya xulosalari va yo'llanmalarni bir papkada saqlang. Ayniqsa yosh katta insonlar bu sanalarni unutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun farzandlar ham yordam berishi kerak. 5-chi nozik jihat. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiyani oluvchilarda o'qish, yosh, oilaviy holat, mehnatga layoqat, vasiylik kabi shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. O'qish tugasa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, bu pensiyaga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday pensiyalar bo'yicha har yili hujjatlarni yangilab turish talab qilinadimi yoki yo'qmi? Albatta aniqlashtirish kerak. 6-chi nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin pensiya kartasidan foydalanish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi, lekin qarindoshlari karta orqali kelgan pulni yechishda davom etadi. Bu noto'g'ri va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Vafot holati rasmiy qayd etilgach, tegishli organlarga ma'lumot boradi. Ortiqcha to'langan pul keyin qaytarilishi talab qilinadi. Dafn marosimi yoki meros bilan bog'liq qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularning alohida tartibi bor. Shuning uchun bunday vaziyatda o'zboshimchalik qilmang. Tegishli idoradan rasmiy tartibni so'rang. 7-chi nozik jihat, firibgarlik. Pensionerlarga pensiyangizni oshirib beramiz. Hujjatingizni tezlashtirib beramiz. Kartangizga kompensatsiya tushadi. Kodni ayting deb qo'ng'iroq qiladiganlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod, bank karta raqami, PIN kod, pasport nusxasi yoki shaxsiy ma'lumotlarni telefon orqali bermang. Rasmiy idora sizdan karta PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday ma'lumot so'rasa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Pensiya masalalarini faqat rasmiy idora, rasmiy sayt, bank bo'limi yoki ishonchli davlat xizmatlari orqali hal qiling. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Alohida papka qiling. Unga pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, mukofot yoki imtiyoz hujjatlari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosalar nusxasini joylang. Asl hujjatlarni yo'qotmang, nusxalarni esa alohida saqlang. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron davlat xizmatlaridan foydalaning. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan deb aniq so'rang. Oddiy savol bermang, aniq ma'lumot so'rang. Agar sizga og'zaki javob berilsa, tushunmagan joyingizni yozib oling. Kerak bo'lsa, yozma ariza topshiring. 3-qadam. Mehnat stajingizni solishtiring. Mehnat daftarchangizdagi hamma ish joylarini alohida ro'yxat qiling. Masalan, 1970 bitti, 1992 yillar maktab, 1990 yillar zavod, 1990 yillar shirkat xo'jaligi, 1990 2010 yillar shifoxona. Keyin pensiya jamg'armasidagi hisob-kitobda shu davrlar bor yo'qligini tekshiring. Agar biror davr yo'q bo'lsa, o'sha ish joyi hujjati qayerda saqlanayotganini aniqlang. Korxona ishlamayotgan bo'lsa,
arxivga murojaat qiling. Arxivdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar, ish haqi ma'lumotlari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar olinishi mumkin. 4-qadam ariza yozishni biling. Arizada o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni to'liq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi. Keyin talabingizni aniq yozing. Pensiya hisob kitobimda falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim inobatga olingan yoki olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki qo'shimcha taqdim etayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilayotgan hujjatlaringiz ro'yxatini yozing. Arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam bank masalasini tartibga soling. Karta muddatini tekshiring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi ma'lumotni yangilang. Kartani yo'qotgan bo'lsangiz, darhol bankka murojaat qilib blok qiling. Pensiya boshqa hisobga tushishi kerak bo'lsa, yangi rekvizitlarni tegishli tartibda taqdim eting. Kartangizni hech kimga bermang. Agar farzandingiz yoki qarindoshingiz yordam berishi kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. 6-qadam o'zgarishlar haqida xabar bering. Yashash joyingiz o'zgarsa, chet elga uzoq muddat ketsangiz, nogironlik guruhi yoki muddati o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish holati o'zgarsa, ishlash holatingizda muhim o'zgarish bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Men bu yerda bitta umumiy qoidani tavsiya qilaman. Bu holat pensiyamga ta'sir qiladimi degan savol tug'ilsa, taxmin qilmang, rasmiy javob oling. 7-qadam rad javobi bo'lsa, to'xtab qolmang. Ba'zan ariza qanoatlantirilmasligi mumkin. Bunday holatda rad etish sababi yozma ravishda tushuntirilishini so'rang. Sababni bilmasdan turib keyingi harakatni belgilab bo'lmaydi. Agar hujjat yetishmasa, uni to'plash kerak. Agar qonuniy asos yo'q deyilsa, qaysi norma asosida rad etilganini so'rang. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin har bir shikoyat dalilga, hujjatga va aniq talabga asoslangan bo'lishi kerak. 8-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar hujjat, ariza, elektron xizmat, bank ilovasi bilan ishlashda qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar bu masalada befarq bo'lmasligi kerak. Lekin yordam berish degani pensionerning pulini nazoratsiz boshqarish degani emas. Hamma narsa ochiq, hurmat bilan va qonuniy bo'lishi kerak. Pensionerning roziligi, tushunishi va huquqi birinchi o'rinda turadi. Men yana bir muhim amaliy maslahat beraman. Har bir murojaatdan keyin sana joy, kim bilan gaplashganingiz va nima deyilganini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, 2 mart kuni pensiya jamg'armasiga bordim. Arxiv ma'lumotnomasi so'rashdi. 15-mart kuni arxivga ariza berdim. 5 aprel kuni javob oldim. Bu kichik odat keyin katta yordam beradi. Chunki bir necha oy o'tgach, odam qaysi hujjat qayerga topshirilganini unutib qo'yadi. Yana bir masala, pensiya oshirilishi haqidagi yangiliklarni eshitganda darrov xulosa chiqarmang. Internetda hamma pensionerlarga falon pul qo'shiladi. Bugundan boshlab hamma kompensatsiya oladigan xabarlar ko'p bo'ladi. Rasmiy manbani tekshiring. Qaysi toifadagi pensionerlarga tegishli, qachondan kuchga kiradi? Avtomatikmi yoki ariza kerakmi? Bir martalik to'lovmi yoki doimiy o'sishmi? Shularni aniqlang. Chunki noto'g'ri xabar odamlarni idoralarga ortiqcha yugurtiradi, asabni buzadi va firibgarlarga imkon yaratadi. Bugun men aytgan asosiy fikr shuki, pensiya masalasida befarq bo'lish mumkin emas. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham hujjatlaringiz, stajingiz, bank kartangiz, yashash joyingiz, imtiyozlaringiz va shaxsiy holatingiz tartibda bo'lishi kerak. Kimdir pensiyasi kam chiqayotgan bo'lsa, sababini tekshirtirsin. Kimdir kartasi muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangilasin. Kimdir hujjatida ism, familiya farqi bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlasin. Kimdir chet elga ketayotgan yoki yashash joyini o'zgartirayotgan bo'lsa, rasmiy tartibni aniqlasin. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Har bir pensioner yilga hech bo'lmaganda bir marta o'z pensiya hujjatlarini ko'zdan kechirsin. Bu ko'p vaqt olmaydi, lekin keyinchalik pul, vaqt va asabni tejaydi. Eng muhimi, o'z haqqingizni bilsangiz, hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Sizning oilangizda shunday pensiya muammosi bo'lganmi? Pensiya kechikishi, kam hisoblanishi, staj kiritilmagani yoki bank kartasi bilan bog'liq holatga duch kelganmisiz?
Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.